Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Ijtimoiy tarmoqlarda portlatib yuborgan mavzu san'atkorlarga qo'yilayotgan soliq masalasi. San'atkorlar norozi bo'lib chiqyapti. Bu ijtimoiy tarmoqlarda har xil e'tirozlarga sababchi bo'ldi. Nima uchun har bir inson, har bir fuqaro soliq to'lashi shart u, san'atkorlar soliq to'lash shart emas degan izohlar ko'payib ketdi. Bizni chalg'itmang. Chalg'imaylik. Soliq bu boshqa masala. Biz hozir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan masala bu O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki. O'zbekiston so'mi respublika hududida hamma to'lovlar uchun o'z qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart. Yozib qo'yibdi buni. Bu O'zbekistonda o'tish kerak bo'lgan, o'z qiymatida o'tish kerak bo'lgan so'm. Naqd pulsiz rejimi. Sizlar bilmadim buni qayerdan oldinglar, qayerdan o'rgandinglar bilmayman. Xo'p, mana bu Serbiyaning puli. Serbiyada o'tadi. Xohlang kartadan to'lov qiling, xohlang pul. Serbiyada o'tadi. Mana bu Argentinaning pul birligi. Argentinada o'tadi. Xo'p, bu ham Argentinaniki. Mana bu Ozarbayjonning pul birligi. Ozarbayjonda o'tadi. Dunyoning eng rivojlangan davlatlarining pul birligi va yevro. Xohlagan davlatingizda, xohlang emas, xohlagan davlatingizda o'tadi. Xorvatiyada o'tadi, Yevropaning barcha davlatlarida o'tadi, Serbiyada ham o'tadi. Hamma joyda naqd pul bersangiz o'tadi. Sizdan hech kim kartada to'lashing kerak degan majburiyati yo'q. Biz Yevropada ham rivojlanib ketdikmikan, ha? Qarang, ha, biz Yevropada ham rivojlanib ketibmiz. Biz shunaqangi rivojlanibmizki, Yevropa bizning oldimizda hech narsa bo'lmay qoldi. Nima uchun biz boshqa o'sha jarimalarni bir boshqa davlatlardan olib kelamizda, Yevropaga taqqoslaymizda, nima uchun buni Yevropaga taqqoslamaymiz? O'zbekiston Respublikasi hozir O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevni tashqi siyosatda juda ham yaxshi ishlarni olib boryapti. Bu paxta emas. Haqiqatda yaxshi ishlarni olib boryapti. Eng avvalo biz bilan chegaradosh bo'lgan davlatlar, o'sha Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan, Qozog'iston bilan aloqalarni juda ham yaxshiladi. Ha? Chegara yaqin hududida yashaydigan aholilar bir-biri bilan qarindosh urug' bo'lib ketgan. Kerak bo'lsa bir-biriga bordik, keldik, kela olmay qoldi chegaralar yopiqligi tufayli. Hozir ochilib bizda do'stlik muhiti uyg'onib qoldi. Jahon siyosatida ham ancha o'zini o'rniga ega bo'lib kelyapti. Nimaga ichkarida bunday ishlarni qilyapsizlar? Nima uchun prezidentning siyosatiga qarshi ish qilyapsizlarmikan degan savol paydo bo'lib qoldi menda. Hozir san'atkorlarning solig'i bilan bizni chalg'itib qo'yyapsizlar. San'atkorlar haqida biz fikr bildirib ketyapmiz. Nima uchun naqd pul rejimidan biz voz kechishimiz kerak? Nima uchun O'zbekiston so'mini biz O'zbekiston hududida o'tkazmasligimiz kerak? Nima uchun biz o'zi foizlari bor. Qarang, qayerdan biz sizga o'zimizning pulimizdan hozir bu puldan sizga foiz to'lashimiz kerak? Biz ishlab sizga yana sizning kistangizga pul qilib berishimiz kerakmi shunda? Kerak bo'lsa plastik kartada yo'qolayotgan pullar bor. Buni nimaga olmaysizlar? Yevropani o'sha rivojlangan davlatlarda shunaqasi bor. Bir o'rganib ko'ringlar, qaysi davlatligini siz qidirib ko'ring. Men sizga aytishim shart emas. Siz qidiringki, plastik kartadan yo'qolgan har bir pulga o'sha bank mijozini pulini joyiga qo'yib qo'yadi. Mijozini pulini joyiga qo'yib qo'yadi va o'sha yo'qolgan pulni o'zlari topadi. Bizda nima qilamiz? APK fayllarni ochmang, buni ochmang, uni ochmang. Kerak bo'lsa bor-ku, APK fayllarni ochmaganlarni ham plastik kartasidan pul yo'qolyapti. Bu bo'yicha ishlash kerak. Biz bo'lsa buni oldini olmasdan turib, hozir 10 ming so'm puli bor odam endi bor puli 60 ming deylik, 60 ming pulini qo'yadigan bo'lsa, endi 60 mingni ham o'g'irlatish ehtimoli bor, juda ham katta. Balki bu o'g'irlayotgan kimsalar kimlar ekan, ha? APK fayllari bilan juda ham bir endi summasi esimda yo'q, qanchadir summani o'g'irlagan bir shaxsni ushlashdi, yuzini yopib qo'yibdi, bunday ko'zini yopib qo'yibdi.
Uni basharasini och, ko'rsat, uni biz ko'raylik, kim u? Yo, unga kelganda qonun ishlayapti. U basharasi yopiq, biz kimligini bilmaymiz. U qancha muddatga qamalyapti, biz undan xabardor bo'lishimiz kerak. Bizni pulimizni o'g'irlayotgan shaxs u muttaham. Lekin blogerlarda yuzi ochiq Sirojiddin Media yoki boshqa blogerlar, ularning yuzlari ochiq. Ko'rsatib qo'yavering. O'zi aslida qaysi bir jamiyatga zarari bor? Mayli, mavzudan chetlashmaymiz. Birinchi navbatda endi biz hamma pulimizni plastik kartaga qo'yadigan bo'lsak, plastik kartadan pulimiz yo'qolsa, bunga kim javob beradi? Yana bizmi? Biz ahmoqmizda, biz ochib qo'yyapmiz apki fayllarni. Kiber xavfsizlik qayerga qarayapti desam, hozir kiber xavfsizlikdan telefon kelib qolsa menga, sen nima deyapsan? Sen vatan xoinimisan deb qolsa, mayli, uni ham gapirmaymiz. Avvalo, birinchi masala biz bank o'zini mijozini himoya qilishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu so'm qonun. Bu qonunga hech narsa ustuvor emas. O'zbekiston puli hamma joyda o'tishi kerak. Buni yo'qotmanglar. Bu bilmayman, buni boshqadan ko'rib chiqish kerak deb bilaman men. Buni huquq faollari o'sha moliya sohasidami, xullas bunaqa bu ilmli insonlar, huquqshunoslar gapirib chiqishyapti ham. Jiddiy e'tibor beringlar bu masalaga. Buni qaytadan ko'rib chiqishsin. Hech qanaqangi bularning haqqi yo'q. O'sha bu hali qaror deb eshitdim. Qaror qonundan ustun emas deb eshitdim. Siz o'zingiz bunaqa qonunlarni buzmangizlar. Bizning so'mimiz O'zbekistonda o'tishi kerak. Biz hech qachon bu so'mdan voz kechmasligimiz kerak. Naqd pul rejimidan. Siz buni qayerdan olyapsiz bilmayman. Bizning kartamizdagi pullarimizni himoyalab qo'ying siz birinchi navbatda. Qiladigan ishingiz shu. Shu bo'yicha ishlang birinchi navbatda. Birinchi navbatda bizning pullarimizni himoyalang. Keyin bosqich agar to'g'ri keladigan bo'lsa, o'tsak to'g'ri kelishi mumkin. Xo'p, keyingi masala, bilib bo'lmaydi, hozir zamon notinch, internet tarmoqlari uzilib qolsa-chi, ha? Ko'ryapsiz, shunaqa holatlar bo'lyapti. Ishlamay qolsa nima bo'ladi? Svit o'chib qolishi mumkin. Biz to'lovlarni amalga oshirmay qolishimiz mumkin. Internet ishlamay qolishi mumkin chekka hududlarda. Unda nima bo'ladi? Naqd pulsiz savdo qilib bo'lmasa unda nima qilamiz biz? Bir yaxshilab o'ylab qaror chiqarmaysizlarmi sizlar? Qachon xalqni o'ylaysizlar sizlar? Xalqni emas, xalqni o'ylayapman deb turib o'zingizni o'ylayapsiz. San'atkorlarni solig'ini chiqarib qo'yibdi. Qarang, aktual mavzu ko'tarib qo'ydi-da. Hali kelib turib mana shu san'atkorlarni solig'ini bekor qilib, mana u qolib ketmasa edi. Naqd pulsiz rejimi qolib ketmasa edi. Hey san'atkorlar, bu sizlarga ham tegishli. Gapirib chiqing, siz ham gapirib chiqishingiz kerak. Naqd puldan voz kechmasligimiz kerak. Biz bunga hali tayyor emasmiz. Biz bunga hozir tayyor emasmiz. Tayyor bo'lgan paytimiz o'tsak mayli. Hozir lekin tayyor emasmiz. Birinchi navbatda bizda xavfsizligimiz kafolatlanmagan. Biz ishonchimiz yo'q. Kartadan pullarimiz o'g'irlanyapti. Ikkinchi navbatda hali bu o'sha svit o'chib qolishi mumkin, internet tarmoqlari ishlamay qolishi mumkin, plastik kartadan to'lov qila olmay qolsak, biz yo'lda benzin sola olmay tursak, mashinamizga. Internet ishlamasa yoki svit o'chib qolsa, biz nima kutib turishimiz kerakmi shunda? Naqd pulda to'lov yo'q. Qaysi kalla bilan o'ylab topdinglar bilmayman, lekin bu bizning kallamiz emas, lekin bu. Ko'p gapirib yubordim. Iltimos, bunga befarq bo'lmaysizlar. Noto'g'ri deb bildiraman men o'z fikrimni va bunga men qo'shilmayman. Men O'zbekiston fuqarosi sifatida o'zimni e'tirozimni bildiraman. Ta'magirni tortqilab nafsi qo'ymas deydilar. Nokas o'zi to'ysa ham ko'zi to'ymas deydilar. Boq bir yorug' olamga kimlar zo'rg'a kun ko'rar. Odamlar bor bog'dagi bulbuldan ham pul so'rar. Yolg'on dunyo bu dunyo, arzon dunyo bu dunyo, ni hokim beklardan qolgan dunyo bu dunyo. Kiprikdan ham qisqadir molu dunyo yo'llari, ibrat bo'lsin Iskandar ochiq ketgan qo'llari. Uzat deysan, ber deysan, hech qo'ymading odamzod. Tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading odamzod.
shukr qilar, hattoki qumursqa parrandalar shukr deysan sen qachon xom sut emgan bandalar. Bu 3 kunlik dunyoda savlatingga kerilma, qasr qurma, bog' qoldir davlatingga kerilma. O'z elingni qaqshatsang xor bo'lasan o'zing ham, bir kun shu el mehriga zor bo'lasan o'zing ham.